Lekin bugun biz qo'rqinchli hardkor modda yashaymiz. Endi o'zimiz jonlarimizdan ko'rib olsanglar, bir nima butun yashaymiz, chunki butun qo'rqaman hardkor olamdan. Hurmatli obunachilar, sizlar bilan blog va blogmaster qulay joylashuv. Assalomu alaykum. Sizlar bilan blog va blogmaster qulay joylashuv olib, chips so'kkanlar va bizlar hamkorda. Biz ham ko'rib, birinchi qilamiz daraxt chopish. Shunaqa, masalan, chitlar ishlamaydi. Axir bu ham ko'r. Mana esa videoni ko'p cho'zmasdan boshladim. Blog, sen qancha yig'ing? Menda o'nta. Menda bitta. Hamma taxtangni menga ber. Nah, blog bizga bitta foydada berdi. Biz birinchi o'rinda nima taxlashimiz kerak? Albatta taxta bo'laklarini yasaymiz. Blok va men uchun tosh yasaymiz. Keyin esa ikkita kerak bizga kerak bo'ladi. Blok qanasan? Mana shular. Masalan, hammasini tushuntirib o'tsam. Endi bu yerda blok bizga tosh qazib o'tirsa, mana esa qolmas qolmasligi uchun ham bizga kravat kerakligi uchun nima qilaman? Bunda nima qilishimni. Xo'sh. Obunachilar. Siz nega biz hujum 70 ta bildik? Buni tushunishimiz kerak. Keyingi videoni tushunamiz. Ya'ni-da blok qishlog'i 3-qismini olamiz. Erta chiqadi. Ey! Omadsiz menda. Mayli. Ketdik obunachilar. Obunachilar, ikkinchi bizdan videolar kech chiqsa, bizdan xafa bo'lmang. Biz ham o'qishimiz kerak, o'sha uchun maktabni mo'mos bilan video olmasligimiz ham mumkin. Shuning uchun ham unaqa o'laman xotirlik. Qo'rg'ay turmasdan antincha. Kelib bermagan savol bor. Endi sen nima uchun ancha bo'lib video chiqarmading? Endi to'rttaga video chiqarding. Deyishlaringiz mumkin, chunki obunachilar katta muammolar hamda boshqa narsalar uchun videoni chiqarmay qoldim. Ya'ni dam olish lager deganday. Xo'sh, shuning uchun ham blog bilan birga lagerga bordik. Lekin u yoqmagandan keyin qaytib keldik. Shundan keyin videolarimiz. Da faqat kara so'radi. Kimga kerak? Kara yoki matematika. Xo'sh, eng yomon ko'rgan fanlarimdan bittasi. Xo'sh, O'rilib ketadi bosh. xo'sh, obunachilar. Xo'sh. WhatsApp yana bu obunachilar. Xo'sh, xullasda bizda 6 ta jun bo'lgan. Endi biz bemalol kravatchalarni yasashimiz mumkin. Yana kayf qilib uxlashimiz mumkin. To'g'risi bu bani birinchi hardkor dunyoyim. Blogda ham xuddi shunday. Da. Ammo men juda ham qo'rqadim, chunki bera moblar bizda 2 karra urinadi. Moblar 2 karra urinishga qaramasdan kechqurunda moblar tiqilyotadi. Shuning uchun ham kravatlar endi bizda. Xo'sh, endi esa blogmaster, bu ikkinchisiga aqotingiz tiqing. Xo'p bo'ladi. Ovqatim xuddi shunday bor ekan. Ovqatimda. Ana bizdan chiqayrim. Okey, mana vaqtda tiqdik. Nima tomog'im bo'g'ilib qolgan. Mayli, obunachilar. Qadrdon obunachilarim 70 ta ketibdi. Endi bizani blog o'ylamiz 70 ta ketibdi. Buni bizani ishonishimiz kerak albatta. Bilasan qanday ishonamiz? Blog bu yerga kel. Qarang, surpriz bor. Ana. Zero ishonadigan blog. Da, bunaqa zero ishonadigan. Qo'rqib. Hazır yo'q. Kechqurun tushdi obunachilar. Bizda agressiv bronta nimadir yomon soqtib qo'ygan. Mana bu yoqqa. Mana blog. Mana saniki. Yot. Mana. Mo'lim qanaqa? Uxla, blog. Hozir mo'lim o'ldirib olay. Menki bunaqa deydi. Kommentariyada blog dangasa voy deb yozib qo'yamiz.
dangasa bo'lma. Dangasa o'yiga o'zing so'rab olding do'stim. Yaxshi hammasini yig'ishtirib ketishimiz kerak. Qishimni chizgan. Keyingi maqsadimiz albatta birinchi kun o'tkazib oldik. Keyingi maqsadimiz esa nima bo'lardi? Qishloqqa kirib yo'lga chiqamiz. Qishloqqa baza. Baza qurishimiz, aynan qishloqni oldida qurishimiz kerak. Chunki qishloq oldida gayam beradi, uni o'ldirmaymiz. Hozirda nima yo'lda chiray. Yo'lda nima? Hello? Bu yaramas qishloq qachon chiqadi? Qidirganimizga yarim soat bo'lib ketdi. Hazillashdim, o'zi endi qidirishni boshladi. Yur. Mayli, tepalik bor ekan, o'shandan ko'rib hamma joyni o'rganib olishimiz ham mumkin. Ketdik, blok qanasan? Mana kelyapman. Ha, blok ne ko'kshariga kattalashdi. Blok yaqinimizda. Ya, xo'p. Ana, blok qaramini. Qani, Biz eng omadli insonlarmiz. insonlarmiz. Biz eng omadli faqat 4 dona uycha asaliga qarata. Bu ovqatlar. Ovqatga qo'yib tur, 4 dona uysalga qaratroq. Ko'rning ichida uy bo'lsa, mana sen nima? Yo, ko'rning ichida uy yo'q ekan. Shuning uchun 5 dona uy ekan. Oho. Bunisi doim mana uchun narsalar beradi. Lekin mana bu qishloqlar narsa kiyishni, hatto sodalashni ham sodalashni mandan yaxshi biladi, lekin narsa kiyishni bilmaydi. Xo'sh, blok qishloqqa tafsilotlarga keladigan bo'lsak, qishloq kichkina, lekin ixcham, hattoki samolyotlar unda ko'p. Lekin barram aynan bizga keraklisi emas. Bu qishloq qidirishga yo'lga chiqamiz yana. To'xtab turing. Blok master. Blok master. Men bir samolyotni yig'ib olay. Hamma samolyotlarni tezroq yig', yo'qsa oylik bermayman. Oylik? Ha. Janob beri emas. Men videochiman, men video olaman, mayli. Xo'sh. Ha, videochi oylik. Video uchun oylik bermayman. Qana qanaqa oylikga men yurib yoqqasan tekin. Uni qara qo'yliga nima bo'laman buni? Menga yaxshi qishloqqa seni himoya qilaman. Hiya. Ayo. Chill. Ayo, chill. Ble. Bir donagina zarbasi. Blok master qoch. Sen oldinga temir qilichli zombi chiqyapti. Yo, temir qilichli zombidan qoch. Bir dona zarbasi o'ldirib ketadi. Seni qo'riqlardim-ku, lekin agar jon ketganini hisobga olsak, oh my god. Obunachilar, agarda hardkorda temir qilichli zombi ko'rsangiz, orqaga qaramasdan qochishingiz tavsiya beramiz. Hardkorda olmadan zo'r ekan. Ha, bittasini 4 ta chiqyapti, lekin Ha, bitta moldan go'sht chiqyapti. go'sht chiqmaslik bu omad emas, bu kasofat. Ketdik. Qara, Blok. master. Ha, Menda 8 ta jun bor. 8 ta bitta chest plate yasash kerak. Chest plate nima degani uchun qishloq tushuntiraman. Aslahani o'rtasida ana bu odamning o'rtasida kelgan bel qismiga kelgan narsasi bor-ku o'sha. Tushuntirdim, agar oddiy gapirmoqchi bo'lsangizlar, chest plate yokida aslahani kattasi deb qo'yishlaringiz mumkin. Blok. Aka, bizni yo'q, blok, sen botsan. Loy blokni ber. Qo'yana ber loy blokni qayta qo'y. Mingta loy blok so'ramadim, bittagina so'radim. Qoch. Blok. Qani qo'mala. Meni ismim nima uchun blok deb. Sen Umar qaranglar obunachilar. Bu ismi nima uchun blok berilgan blok aslida ismi haqiqiy ismi qo'yishgan. Lekin mayli biz blok deb qo'yuvdik. Lekin
Omadsiz ham ekan. Marhamat Mening ochinglar. ismim Blogligina. Men hozir chunki kanalning ismi Blogmaster, mening ismim Blog. Sening isming bu. Hozir mana kanalim sening ismingga nima deb qo'ydi? Albatta bu. Obunachilar zo'r qo'shiq qo'yaveraman. Men o'zim aytaman, qo'shiq qo'ymayman. Sizlarga jonli ijro. Tu ki nanakamiya naka yora bilmayman, ketdik. Xullas. Blogmaster masanga tezlik beraman. Men Qilichim bilan tezlik beraman. qilich bilan emas, bu hardcore. Aqling joyidami? Mana xullasda birinchi kunimiz va ikkinchi kunimiz xursandchilik bilan o'tdi. Endi esa 3 yo'q, qilmasam. Men xabarchilimga ketgan. Juniyarim joydam. Keldik. Sakrab bu to'g'rini ham etmasak edi bir. Eshak o'rib, manzil uzoq. Shuncha zo'r joylar bor, nima uchun qishloq yo'q? Men qatam bilman, qishloqlar ko'nda qishloq quradi. Qishloqlarda shuncha zo'r qulaylik to'qni o'g'ilda bor, lekin qishloq yo'q. Hayron qolish mumkin. Turu. Hep mayli, ukam jonli bastakor ijrosida nomer oldim. Lekin mandalik emas, manchalik emas. Turu. Xo'sh, obunachilar, ukam o'zi eshitmasa hayron bo'lmaysizlar, chunki ukamga ne mikrofon yo'q. Yo'q, sakrashtasi beraman. Bular jonli. Ana sakrab kir bilamiz jo'rsin. Sakradi. Bu yerimda bu. Sak. Da, bu yerim temi, shu verib qoladi mumkin. Bu jonovasi dishadi. Hazırlaşmak ekan, men buni battar jonolaydi. Bugun sen bitta jon. Nima uchundir senga jonamayapti. Lekin Men o'laydim. Kerimdagina jon cham qo'ydim. Qo'y. Uzuncha deyman. Ta suyib chak qo'zi ikkalamiz ham shu jo'sh kiradi. Men chiroyli pokman, men hozir to'rlarga, devorlarga yopishmaydiganman. Lekin chiroyli pok turadi. Chiroyli pok ko'ramiz. Ana biz ikki ming terisiz bitta bachata sotib oldik. Tepada droblar qilinib ko'ramiz. Ana tipga qani. Bular kuydik. Şimdi dur. Çömülüşten oldu aytıp qo'yib, bu yoqqa çömülüşni havzasini qo'yriqchisi bor ekan. Basseyni qo'yriqchisi bor ekan. Mayli, basseyni qo'yriqchisi kelmasdan sakraydi. Xo'sh. Basen qo'riqchi yo'y beraman. Xo'sh, obunachilar, biz sakradik, men qiziqarli narsalar bo'lmadi deb o'ylayman. Qishloqqa yo'q. Avto qo'rqinchli qo'shiq qo'yib bor. Chichvar. Yo, Enderman. Juda kuydik, Enderman deyapman senga. Hazım qilishim. Chichvar. Skelet emas. Olmadi, skelet yugurgan yetar. Qo'rqinchli. Unaqa qo'shiqlaringiz bo'lmaydi. Mana obunachilar, bu videomiz shu yerga yakunlanadi. Agar buni ikkinchi qismini xohlasangizlar, ikkita like qilib beringlar. Ikkinchi qism chiqadi. Chunki bu video umuman mashhur bo'lmaydi deb o'ylayman. Mana buncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar va sizlar bilan men Blogmaster bo'ldim. Agar o'zaga skelet bor ekan. Men keta qolishim kerak. Yo'q.